ming so'm pul odamni yig'latishi mumkinligini bilarmidingiz? Biz oilada 4 ta farzandmiz. Opam, akam, men, ukam. Qizli uyga mehmonga borganda opacham ketar chog'larida qo'limga 30 ming so'm pul tutqazdilar. Hayron bo'ldim. Nima qilaman bu pulni? Nega beryapsiz dedim. Ot qo'ygur, orttirib berganim shu kam bo'lsa ham. Bu narsani ishlatarsan, o'sha payt ko'zimga yosh keldi. 4 kun oldin aytgan gapim, o'zimni ham esimdan chiqib ketgan gapim ularni eslarida bor. Ukamga telefonda hazillashib, kartamga pul tashib ber, undan ko'ra pista chaqib, kola ichkim kelyapti degan edim. Opachamni shu gaplar eslardi ekan. Jigar haqida videoroliklar hammasi o'zini isbotini topgan. Haqiqatdan ham er topiladi, xotin topiladi, farzand o'z yo'liga. Lekin jigarlarni o'rni bo'lay bo'larkan, ota-onangizdan yodgorlik, sizni hamisha cho'qqida ko'rishni istaydigan odam bu. Sizni opingiz, singlingiz